28 sentyabr shanba kuni Do'stlik uyida ulug' mutafakkur Yusuf Xos Hojibning 1000 yilligiga bag'ishlanib marosim o'tkazildi. Uyg'ur etno madaniyat markazining tashabbusi bilan uyushtirilgan mazkur marosimga Uyg'ur xalqining ziyolilari, peshqadam yozuvchi va olimlar, professorlar, qozoq, turk, Ozarbayjon va boshqa millatlarning vakillari qatnashdi. Damız bayırda doğuldum, üstüm, terbiye. Cevap verdi, öldürmüş, etti, kılığı dürüst, kılığı. Marosim 153 maktab gimnaziya o'quvchilarining Xos Hojibning asarlarini o'qishi bilan boshlandi. Birinchi tabrik so'zi Uyg'ur etno madaniyat markazining raisi deputat Shaymardan Nurumovga berildi. Davomida kelgan mehmonlar navbat bilan so'z oldi. Shularning qatorida tarixshunos professor Sag'inboy Qo'ziboyev so'z qilib, Yusuf Xos Hojib Bolasag'uniyning asli Uyg'ur ekanligini, qirg'iz qarindoshlarining Yusuf Xos Hojibni haqsiz qirg'iz qilib olganini ta'kidlab etdi. Поражает способность ряда этносов присваивать себе то, что явно им не принадлежит. Причина этому, на мой взгляд, элементарное незнание тернистых путей истории нашей. То, что Баласагун родился по одним данным в Ристок-Мака, по другим на территории Жамбылской области, говорит лишь о том, что владение тюрков в XI, X, чуть раньше, веках синтез различных этносов, проживавших на огромной территории от Турфана до междуречия Амударьи, а с другой стороны прерогатива дальних пращуров уйгуров. Братья киргизы незаслуженно приватизировали имя Баласагуни. Сегодня там и университет государственный, насколько знаю, улицы, на купюре 1000 сомов, портрет Баласагуни и так далее. Но мы все интернационалисты, оставим имя нашего замечательного пращура всему тюркскому миру. Многострадальный мавзолей Баласагун Кашгаре, вечно зеленая уйгурская мысль сегодня объединяет наши души и сердца. Ondan Ahmadjon Hoshiri so'z elib, Olmutada Yusuf Xos Hojib, Mahmud Qashqari nomli ko'chalarning bo'lishi ustida to'xtalib o'tdi. Olg'a surilgan fikrni mehmonlar qizg'in olqishlar bilan qarshi oldi. Ahmadjon Hoshiri so'zini "Men Uyg'ur" deganning uyida Yusuf Xos Hojibning va Mahmud Qashqarining kitoblari bo'lishi shart degan ibora bilan oyoqlashtirdi. Xos Hojibning 1000 yillik marosimiga bag'ishlanib, mutafakkurning Qutadg'u bilik nomli asari Arab Uyg'ur yezig'idan Kiril Uyg'ur yezig'iga og'dirilib, o'qirmanlarga sunildi. Mazkur kitob nihoyat sifatli, qilin muqovilik qilinib, kitob besib chiqarish ishlari bilan burundan shug'ullanib kelayotgan hammamizga tonish Mir nashriyotida ro'yobga chiqqan. Tarixiy asarning chiqishiga ulush qo'shgan, vaqt, pul sarf qilib g'ayrat ko'rsatgan madaniyat suyar, ilm suyar qarindoshlarimizning hammasiga minnatdorligimizni va olqishimizni bildiramiz.